Xitoydan umuman tovar zakaz qiling agar mana holimga tushishni xohlamasangiz. Har safar Xitoydan tovarlarim kelganda shunaqa xursand bo'lib, narsalarimni raspakovka qilaman. Lekin bu safargi zakazlarimni ochib ishlatib ko'rganimda mana shu mikrofon uchun juda ham afsuslandim. Bu mikrofonning ayblarini video oxirrog'ida batafsil aytib o'taman. Bundan tashqari, har doimgidek oshxonada kerak bo'ladigan yana bir ikki zarur narsalarni zakaz qilib olgandim. Ham oshxonada chiroyli turadigan, ham sifatli ishlaydigan elektronniy neobычный tarozi qidirib, aynan shuni oq rangidan zakaz qilib olgandim. Va yana yoniga shunaqa ichida setkasi bilan birga tovoq ham zakaz qilganman. Va bu korobkaning ichida meni eng sevimli brendlarimdan bo'lgan Smek brendidan osh taxti. Shu zakaz qilgan narsalarim hammasining ichida eng og'iri mana shu bo'ldi. Yaxshiyamki men bularni avtokargoda zakaz qilganman. Endi mana bu mikrofonga qaytadigan bo'lsak, shunaqangi afsuslandim, nimaga aynan shu mikrofondan oldinroq zakaz qilmaganimga. Har doim raspakovka videolarim olish jarayonida shunaqangi sifatli mikrofon menga juda ham kerak bo'ladi. O'zimizda bu mikrofon $50 atrofida sotiladi. Men Pinduoduo programmasidan 134 mingga zakaz qildim. Kargochi esa bor yo'g'i 13600 so'm bo'ldi. Va bulardan tashqari telefon uchun shunaqa holder zakaz qilganman. Ham sifatini videoda ko'rsanglar bo'ladi. Telefonni juda ham mustahkam ushlab turar ekan, iPhone'ligi avtomatik yopishadi, Android uchun esa qo'shimcha shunaqa magniti bor. Va mana shu orqa fonda turgan estetichniy oq kovrikni ham men Xitoy Pinduoduo programmasidan zakaz qilganman. Buni o'zimizdan emas, aynan Xitoydan 3-4 barobar arzoniga zakaz qilishinglarni maslahat beraman. Agar hali ham Pinduoduodan zakaz urishni bilmasangiz yoki sifatli tovarlar tanlashda qiynaladigan bo'lsangiz, unda meni Pinduoduo avto kursimda o'qib, hammasini batafsil noldan to'liq o'rganishingiz mumkin.